Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Svarshik Nomeradin. Butun O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda mashhur bo'lgan Svarshik va mana akamiz, Qashqadaryolik akamiz. Aka ismingiz kim? Otabek ismi. Nima ish qilasiz aka? Ishimiz asli bizaniki svarka sohasida darvozachilik uchun. Darvozachilik. Darvoza reshotka period. Necha yildan beri bu sohadasiz? 15 yildan. 15 yildan beri. Qayerda? Qashqadaryo. Qashqadaryo G'uzorda. G'uzorda. Akalar, qanaqa dizaynda, qanaqa gabaritda farqi yo'q. Akamiz любой darvozalarni yig'ar ekanlar. O'zlarining shaxsiy sexlari bor. O'rtakash emas, kimnidir ustidan pul yemaydi. Nimaki dizayndagi darvoza bo'lsa, hammasini yig'a olasiz. Albatta, oxirgi fazon qayta usulda. Akalar, mana shu raqamga qo'ng'iroq qilinglar. Qashqadaryo aka faqat G'uzor bo'yichami xizmat yoki butun Qashqadaryo bo'yicha? Qashqadaryo bo'yicha bu joyga ustanovka qilib beramiz. Ustanovka yasab, polni olib borib o'rnatib beradilar. O'lchovlar o'zimiz o'lchaymiz bepul bor. Ya'ni faqat G'uzorda emas, Qashqadaryoning любой joyiga borib o'lchovini olib yasab beradi. O'lchovga pul olmaydi. Ha. Hozir o'rtacha narxda darvoza qancha necha pul chiqyapti? Aytaylik bir o'rtacha standart. Masalan, 10 kvadratlik darvoza bo'lsa 7 milliondan boshlanadi. 7,5, 8, 8,5 ketaveradi. Unaqa materialni qalin yuqalariga qarab. Eng arzonichi? Eng arzoni masalan 10 kvadratlik bo'ladigan bo'lsa 6,5 million so'm chiqadi. 6,5 millionga zo'r sifatli darvoza qilib beradilar. Nimaga sifatli deyapman? 1 yil emas, 2 yil emas, 10 yildan oshiq stajga ega bo'lgan odam har xil darvoza va har xil muammolar bilan duch kelgan odam bo'ladi-da. Endi uni materiali bor, hammasini tushuntiramiz borganda. Zamoklari, kraskalari, qanotlar, shvilderlari qanaqa bo'ladi, hamma narsa etib tushuntiriladi. Qancha garantiya berasiz odatda darvozalaringizga? Metal darvozalarga 10 yildan oshiq garantiya beramiz. 10 yildan. Kraskasi zavod bizlarga 3 yil qo'yib qo'yibdi. Просто tek ularni ob-havosi o'zimiz ob-havo bilan to'g'ri kelmaydi. Ular 35 gradusda, o'zimizda 50-60 bo'ladi. Shu narsani tushuntirish kerak-da, masalan, odamlarga. O'sha narsalar bilan farq qiladi. Lekin instruksiyasi bo'yicha o'zimiz qanaqa instruksiya yozilgan bo'lsa, pad gruntovka qilib sepib hammasini qarang, endi tushunmaydigan odamlar uchun ular sizga telefon qilsa, konsultatsiya qilib tushuntirib bera olasizmi? Qanaqa darvoza to'g'ri keladi ularni? Bir xilgilab uyingizda fasoniga to'g'ri kelmasligi mumkin yoki narx jihatdan qanaqa qildirsam bo'ladi, maslahat berasiz. Ular o'zimizning kataloglarimiz va kanallarimiz bor, ulab qo'yamiz. Ichidan tanlaydi o'zlari. Qaysi fason yo'qsa qaytarib tashlaydi, narxi bilan o'zi tushuntiramiz. Bizlarda masalan uzoq joyda bo'lishi mumkin. Klik orqali, bitta Telegram orqali hammasini hal qilaveramiz. Bo'lib o'lchash, hamma narsasi joyida bo'ladi. Bo'lmasam, akalar, telefon raqamlari, telegramlari hammasini qoldiraman. Aloqaga chiqinglar, xohlagan savolinglarni beringlar. Aka, sizlarga borib, mana ko'pchilik svarchilar kuzatib boradi. Sizlarga borib elektrosvarkani shogird tushib o'rganib ishlasa ham bo'ladimi? Yo'q, hozircha qanaqa? Yo'q, bo'ladi. Sharoit bor. Agar elektrosvarkani borib shogird tushib ishlayman, o'rganaman, shu sohani o'rganmoqchiman desanglar, akamizga murojaat qilishinglar mumkin. Shogird ham chiqaradilar svarka bo'yicha. Darvoza ham yasaydilar. Ana sizlarga ham ish ham hunar o'rgansanglar ham bo'ladi. Mana argonni men o'rgatsam, elektrosvarkani mana akamiz ham o'rgatib beradilar. Xudo xolasa. Qashqadaryoda svarka maktabi ham bor mana endi inshaalloh, xudo xolasa. Ha. Video foydali bo'ldi degan umiddamiz. Ekranda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar, xohlagan dizayninglarda, fasoninglarda, xohlagan kvadraturanglarda darvozalarni sifatli va ishonchli tez qilib beradilar inshaalloh. Hammaga sog'lik, omonlik. Sizlar bilan Svarshik Nomeradin emas, Svarshik Nomeradinlar. Qashqadaryo. Hammanglarga assalomu alaykum. Sog' bo'linglar.